Aeroplandan tushgan kirishish Periya bilan ko'rishibla, "Menga tegamsiz" deydi. "Voy siz undaq aldirmang, boshda biz uyga bir boraylik" deydi-da. Kirishishni uyga yapmag'idi. Taqazzo bo'lib ketgan kirishish Periyaning qo'liga uzukni sep qo'ydi. Hamda sizga uzukni sep qo'yay, bo'lmasa talada lalangishib yurmang deydi. Bu ishdan ta'sirlangan mehmondo'st Periya "Ma'qul, men ishga ketdim. O'zingiz bozor aylanib turing" deb ketaveradi. Kirishish aylanib Guangchangga kelganda bir gumpa o'ynayotgan bolani ko'rib qoladi. Bu bola Taylanddan kelgan dangliq gumpa mohiri Tony Ja'ning qo'shnisi Tony Jing bo'lib, o'zining mib singlisiga iyoni to'playotdi. Uning tez kuniga qolganligini ko'rgan kirishish koltigini chiqarib shundoq bir o'ynatdiki, maydondagi cho'kallar chirchor chaqirishib ketdi. Bu ishkaylan shuningdan keyin yaqin do'stlardan bo'lib qoladi. Hey adash, sening pek uzunki, mening pek qisqa. Undaq dema adash. Meninkini pek uzun chaqilgan bo'lsang, kirishish demay qisqartib, kir deb chaqirsangmi bo'laverdi. Ular o'zining ismining uzun qisqaligi to'g'riliq munozara olib bordi. Atsi Periya kirishishdan beso'roqsiz odam va tabiat programmasiga chaqirib, orangutan bilan musobaqa solmoqchi bo'ldi. Buningdan xabar topgan kirishish qattiq ranjib ketdi. Nima qilganingiz bu Periya? Voy nim bo'pti-ki, siz bularga-chu o'g'il va erkakning qandoq bo'lganligini bir ko'rsatib qo'ymamsiz? Xap, mana emasa erkakligimni bir ko'rsatadigan kirishish o'zining husni jamoli bilan, uzun yillik tajribasi bilan o'ngishli holda orangutanni keltirib oladi. Bu ishlarning oqmig'ini ko'rgan Periya qattiq ranjib ketdi. Kirishish uning ko'nglini yasab, ranjimagan "Hey bobey, bugun oqshom men Shofey, o't chiqarimiz so'rindan biz o'ynaymiz lalali" deydi. O'ylamagan yerdan bu so'ringa rost degandek o't ketib, o't ulg'ayib ketdi. Amalsiz qolgan kirishish odamlarni qutqazmoqchi bo'ldi. O'zining sirning oshkorlanib qilishidan qo'rqgan kirishish yerdan bir eski niqobni ilib, Shaparang polvonning Gaofan nusxasiga o'zgardi. Hamda naq maydondagi bolalarni bir-birlab qutqizib chiqdi. Ertasidan boshlab axborot vositalari bu ishlarni qattiq tashviq qildi. Yaxshimisizlar do'stlar? Tunugungi o't aftida bir niqobli qahramon paydo bo'ldi. Bu odam zodi kim? Nereden keldi? Maqsadi nima? Bu savollarga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli ayollar zinnati degan programmamizda bo'lsin. İxtiyoriy muxbirimiz Asad Yasin alayda xabar qildi. Bu niqobli polvonning kirishish ekanligidan gumonlangan Periya bir o'yin o'ynab, kirishishni sinab boqmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan bir to'p rost lükchaklarga uchrab qoladi. Kirishish bo'lsa, buni Periyaning o'yiniga deb bilib, "Söyben dama" deb yerda yetib berdi. Lükchaklar ketgandan keyin haqiqiy ahvolni bilgan kirishish niqobli polvonga o'zgirib, lükchaklarni izlab berib, o'zigini qaytarib olmoqchi bo'ldi. Lükchaklarni purab topgan kirishish bir yurish gimnastika harakatlari bilan lükchaklarning mo'misini ko'rsatib o'tdi. Kirishishning motosimi "Men sendan qalamtim hey" deb hamma dushmanni chopitlab yiqitib o'tdi. Dal mushu chog'da shunchalik to'g'ri kelib qilib, dal mushu atrofda o'tib ketib qolgan Tony Jing kirishni to'nib qoladi. Pungyo, biletdim sening yomon bir nima ekanligingni. Do'stim, bu niqobni $25,000 tegishli bo'ladi. Berib singlingni davolat. Undaq qilsak qandoq bo'ladi? Men bundaq yuzsiz ishlarni qilolmayman. Ko'nglim qat'iy ko'tarmaydi. Bu shon sharafni men qat'iy qabul qila olmayman. Atsi butun dunyo Tony Jingning niqobli polvon ekanligidan xabar topdi. Bu ishdan qattiq umidsizlangan Periya uyda o'zining tatgan filmlarini ko'rib, o'zirinib o'ltirdi. Dal mush chaqda bu filmning ichidan niqobli polvonning haqiqiy qiyofati chiqib qoladi. Oh my god. Kirishish bu maxfiyatlikni bilib qolgan Periya xo'shalligini ichiga patira olmay qoladi. Hamda do'sti Lazarov bilan maslahatlashib, muhabbati kirishishni televiziya stansiyaga arzon bahoda parchalab setib etmoqchi bo'ladi. Adash, endi biz chu biyib ketadigan bo'ldik. Kirishishni-chu mahsulotimizga bayyaran qilib qara. Kirishish markalik tozliq qog'ozi deb sotadigan bo'lsak, pul deganni vash kirdi. Sana desam-chu adash, kirishchu yomon sodda bir bola ekan. Voy shuni degina adash, momodala deb qo'ysam olimali dedi qara. Bu gaplarni anglab qolgan kirishish ko'ngli qattiq yerim bo'ladi. Hamda yuktoqlarni yig'ishtirib, momisining uyiga ketmoqchi bo'ladi. Oh darling, bugun nega berib o'ynaymiz? Men ketmoqchi Periya. Siz nimishqa meni aldaysiz? Azob, azob.
yaxshi ko'rgan gunohmi? Men ovora olg'ini, sen ovora chog'inimi? Qattiq azoblangan kirishish xayr xo'sh voda ayching deb ketib qoladi. Periya qattiq xijil bo'lib, televiziya stansiyasiga berib dayni qaytara olmoqchi bo'ladi. Televiziya stansiyasida Periya kirishning dadisining burungi xizmatdishini uchirtib qoladi. Hamda birlikda kirishni izlab boradi. To'xtab turing kirishish. Sizga bir odamni ilib keldim. Yaxshimi o'g'lim? Mening ismim Bakira. Men sening dadang. Ejme ağzını adamni chanmagan sen qolgan. Men gapimni qilib bo'lay. Men sening dadangning xizmatdoshi Bakira. U teha hayot. Bakira kirishga o'tgan ishlarning hammasini tafsiliy so'zlab berdi. Amaliyotda tirishish ayni vaqtda kelgusini ko'ra oladigan asbobni yasab chiqqan bo'lib, bu asbob orqali o'zining 10 minutdan keyin Ariya doktor tarafidan o'ltirib yetadiganligini bilib qoladi. Hamda asbobning hammasini buzib yetadi. Tirishish bo'lmasa bu asbobni ishlatgani bo'lmaydiganligini bilib ketgan Ariya doktor qaytadan bu planni amalga oshirish uchun tirishni so'lab qo'yib, saxta o'lim xabarini e'lon qiladi. Bu ishlardan xabar topgan kirishish dadisini qutqizish niyatiga keladi. Bu chaqda Aryan doktor o'ngishli holda kelgusini ko'ra oladigan kompyuterni qo'zg'atib oladi. Bu darajadan tashqari kompyuter o'lim xabaridan boshqa hech qanday narsani ko'rgili bo'lmaydigandek, Aryan doktor buningdan o'zining niqobli polvonning qo'lida o'ldiganligini ko'rib qoladi. Kelgusini o'zgartmoqchi bo'lgan Arya doktor niqobli polvonni yo'qdimi deb Onijinga qas qilib darg'azabga kelgan kirishish niqobini ilib dahshat egiz sakraydigan qor chekatkiga o'zgaradi. U egiz imoratlardan sakrab o'tadi. Haybatli to'lqinlardan uzib o'tadi. Oxiri suv bo'yidagi bir orolga chiqadi. To'satdan uni taraf-tarafdan Liangshan azmatlardek yasinib olgan dushmanlar qo'rishib oladi. Azmat, siz bakchapsizkan, o'zingiz yaltapan dayzon bo'lamsiz. Men degan yevan. Hoy, hoy, hoy. Hoy. Hech qanday dushman Tirishning karton filmidek atgan mushlarini ko'tara olmaydi. Kirishning bostirib kirganligini ko'rgan doktor Ariya tirishish bilan Periyani tutqun qilib oldi. "Oy, niqobli polvon, tezdan o'zingni oshkorla, bo'lmasa qiz do'stonga bir pay otaman. Gap qila, oy, qara to'shay. Menda vaygo bor, nimadan qo'rqaydim deb o'ylagan kirishish oldiga kelgan dushmanning hammasini yasaydi. To'satdan doktor Ariya o'q chiqardi. Lekin bizning kirishning oldida o'q bilan to'qning farqi yo'q edi. U shundoq bir qo'lashmagan harakat bilan o'qni to'saydi-da, quyunga to'satdan o'zgarib, darg'azabga to'shqan mushtumlari bilan doktor Ariyani mangulik dam ilishga chiqarib etdi. Shuning bilan bu kinolarimiz oxirlashdi. Yig'ib aytganda, bu kino Hindiston fantaziyalik kinolarining ichidagi ssenariyasi bo'lib qoladigan, ifodalash toza joyida bo'lmagan bir kino bo'lib, zerikanda ko'rsangiz bo'ladi.